Laboratoriya ramkasida kinetik energiyasi E teng 2 megaelektronvolt bo'lgan pozitron harakat qilmoqda. Pozitron tinch turgan elektron bilan to'qnashganda aniqlik sodir bo'ldi va ikkita foton ajralib chiqdi. Fotonlardan biri pozitron yo'nalishida oldinga, ikkinchisi esa teskari yo'nalishda harakatlanib ketdi. Orqaga yo'nalgan fotonning energiyasini toping. Oldinga yo'nalgan fotonning impulsini toping. Birinchi holatda tushunib olaylik. Misol uchun pozitron musbat zarracha va kinetik energiyasi E ga teng ekan. Impulsini P1 deb turaman. Elektron manfiy zarracha tinch turganligi uchun unda faqat tinchlikdagi energiya, ya'ni m0 s kvadrat paydo bo'ladi. Tinch turganligi uchun impulsi lekin 0 ga teng bo'ladi. Energiyani saqlanishi bo'yicha ketamiz birinchi. Energiya saqlanishi quyidagicha bo'ladi. E to'la energiya. Xo'sh. Mana bu pozitronda qo'shimcha m0 s kvadrat degan tinchdagi energiyasi ham bo'ladi. Demak, E plyusdan m0 s kvadrat bu hozir nima? Pozitronning umumiy energiyasi. Plyusdan yana bitta m0 s kvadrat. Endi bu nima? Bu elektronniki. Demak, to'liq energiyamiz hozir E plyusdan 2 ta m0 s kvadrat. Bitta m0 s kvadratni qiymatini topishga harakat qilib ko'raylik. m0 ya'ni elektron bilan pozitronning massasi bir xilda 9/1 10 usti minus 31 kilogramm. S kvadratimiz 9 10 usti minus va plyusdan 16 bo'ladi. Taqsim elektron voltga o'tish uchun 1/6 10 usti minus 19 ga bo'lib yuborsak, darajalarni o'zi 10 usti 4 beradi. Demak, ko'paytirib 1/6 ga bo'lib hisoblaganimizda bu 0,51 mega elektron volt beradi. Demak, to'la energiyamiz nimaga teng bo'lyapti? E ning qiymati 2 plyusdan 2 ta 0,51. Buni qiymati 1,02 bo'ladi. Demak, yakuniy qiymatimiz 3,02 mega elektron volt. Bu to'liq energiya. Endi impuls saqlanishdan ketsak. Kinetik energiyani S ga bo'lsak, impuls kelib chiqadi. Demak, mana bu E taqsim S ligicha qolib ketadi. Natijaviy impulsimiz, to'liq impulsimiz birinchi holatda E taqsim S ga teng. Buni qiymati 2 mega elektron volt taqsim sekundda. S da, sekund emas, S da. Osonroq bo'lish uchun shunaqa qiymat olyapmiz. Bu birinchi holatida. Endi ikkinchi holatda nimalar sodir bo'ldi? Ikkinchi holatda ikkita foton paydo bo'ldi. Bittasi pozitron yo'nalishida, bu E1 energiya, P1 impuls deylik. Ikkinchisi bo'lsa E2 energiya, P2 impuls. P2 impulsda E2 taqsim asosiy bo'ladi. P1 impulsda E1 taqsim asosiy bo'ladi fotonlarda. Endi to'liq energiya bu yerda nimaga teng? E1 plus E2 ga teng. Natijaviy impuls bo'lsa P1 ayrilgan P2 ga teng yoki bo'lmasam E1 taqsim S ayrilgan E2 taqsim S ga teng. Va bularning hammasi teng bo'lar edi E taqsim S ga. Mana bunday narsa. Demak, E to'lamiz E1 plus E2 ga teng bo'lsa,
Mana bu joydan sal qisqarib ketganning evaziga E energiyani o'zi E1 plus E2 ga teng bo'lib qolyapti. Mana bunday. Demak, A savolda aytilganki, orqaga yo'nalgan foton bizda E2 bo'lib turadi. E2 ni topish uchun, mana ayirmaydi, uzr, ikkinchi holatda ayirmaydi. E2 ni topish uchun ayirish kerak ekan. Demak, E to'ladan E ni ayirsak, ikkita E2 paydo bo'lar ekan. Demak, E2 ni topish uchun E to'ladan ayiramiz, E ni bo'lamiz 2 ga. Demak, E2 teng bo'lar ekan, E to'lamiz 3.02 ayrilgan 2 taqsim 2. Bu 1.02 taqsim 2 bo'lib 0.51 mega elektron voltni berar ekan. Endi bu savol bo'yicha bizga E1 kerak. E1imiz ularni qo'shib turib 2 ga bo'lganimizga teng. Demak, E to'lamiz 3.02 qo'shilgan 2 taqsim 2. Buni qiymati 5.02 ni 2 ga bo'lganimizga teng. Demak, E1 energiyamiz 2.51 mega elektron voltga teng. Endi buni impulsini topsak, buni P1 impuls 2.51 mega elektron volt taqsim S qilib olsak bo'laveradi. Mana ikkita savolning javobi.